Chiqib borishadigan odam bo'lsa, yana shuncha narsa qo'shiladi. Zohid polvonlar o'zimizda zohid polvonlar. Kimki yuragimsa kelsin mana, men olib keldim. Dadaxon polvonlar kim olsa mana keling yonimga. Men Dadaxon polvon o'tiribdi. Kelinglar. O'zimizda polvonlar, O'zbekistonda polvonlar yonimga keling. Bo'ldi. Bo'ldi qo'yarda. Bo'ldi. Bering borsin. Keling. Keldi qo'ydi. Xolbay. Men yosh bola nima kerak endi? Zafar polvon. Qarada bilmayman desan. Sen bilmaysan oldiga. Aytaman, qaysi bir ishda kurashadi. Muzaffar. Hoppa. Bor mana ekranda o'zbekiston o'yinchi Yusuf polvon, Sarasoq polvonlar hozirda. Hoppa. Dahshat birosa bo'ldi mana. Jasur, Otabek, Ziya polvon, Bo'r polvon, Shohrux polvonning zoti berildi mana. 200 dollar pullar qo'ydilar. Yozib ketamiz. O'tirib hammasi yig'ib olbirinchi, turg'izib ketmadi aka. Birinchi hammasini o'tirib ketmadi. Narqot polvon ham shu yerda. Zohid polvon ham bor. Zohid polvon yonimga keling, Zohid polvon. Jasur o'tirib ola. Mana bir qator o'tirib olsaymi? O'tirma, Ziyo. Zohid polvon keling yonimga. Tovoqqa olsa-da, ya polvonlar kim bo'lsa kelsin oldimga. Keyin albatta. Mana tovoqlar boshlandi. Bitta like bosib qo'yamiz. Mangol polvon, Shohrux polvon. 73 kilo, 81 kilo kiyma. Bironim, aytib qo'y. Bunday o'qimang. Tojikistondan Dadaxon polvon kelgan. Kurashyapti bomba polvon. Assalomu alaykum. O'rtalar mana Shohrux polvonlar 200 ming mehmon keldi. Qani Dadaxon polvon bugun Narquvvat polvon bilan kurashadimi yoki Ziya polvon yo bo'lmasa Zohid polvonmi? Ularning eng ko'zga ko'rgan oldiqonlari mana ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan polvon hammasi yig'ilgan Zohid polvon boshida. Dadaxon polvonlar kim olsa mana keling yonimga. Men Dadaxon polvon o'tiribdi. Kelinglar. O'zimizda polvonlar, O'zbekistonda polvonlar yonimga keling. Uchta taxmin. Ziyo, Narquvvat, Zohid. Tovoq qismanglar, men tovoqni qo'yaman. Tovoqni o'rtaga tashladim, men tovoqni o'tirmayman. O'zim qo'yaman, kim birinchi tovoq, kim ikkinchi tovoq, shuning uchun mana Dadaxon polvon yonimda. Olishinglar chiqib, Surxondaryoga davra amalga o'tirmaydi. Bo'lmasa chaqayib Qashqadaryodan polvonlar yo'q ekan. Ya mayli men Jasur bilaman. Jasur. Ya tovoqdan nima olsa olisham majbur olasan. Zo'r olsin. Chiqmang, nima qiladi? Hamma o'tiribdi. Nima bo'ldi mehmonlar? Surxondaryo polvonlari.
O'zbekistonning polvonlari. Mana Dadaxon polvon. Jasur polvon bilan Dadaxon polvon. Jasurmi? O'rtoqlar, Dadaxon polvonni butun Tojikiston, O'zbekiston umuman O'rta Osiyo davlatlar hamma taniydi. Chunki men esim qaraganda men mana shu polvonni kurashga qiziqib qolganman. Mana bugun tashrif buyurgan ekan. Rahmat polvon xizmatlari uchun. Jasur polvon, o'zimiz Surxondaryodan. Denovdan. Ekran o'rtada bir tuyasi bor. To'ylarda yana xohlasak kurashlar qizaversa yana ustiga bosamiz. Amin. Bir tuya ketdi. Jasur polvon va Dadaxon polvon. Qolgan polvon. Ne qaranglar polvonlar. Zoqdan akanlar, qaysilari mana zoq polvon. Yigitlar, o'tir. Kel, tomoqacha bir olishtiraylik. Kel, tomoqchani boshqacha qo'shamiz uka. Kel aka. O'zi narxot bilan kel aka. Narxot kel aka. Kel aka bir tuya qo'yamiz. Ziya kel aka. Yaqa kelsen, uka kel aka. Otabek qo'shing. Yana bir chiroyli bahsni ko'ramiz. Otabek va Bo'ri polvon. Otabek va o'rtasi. Bitta oti bor. Hayotlar yana kurashamiz qarab qo'shib ketamiz. To'g'ri o'tir. Ketdi. Otabek va Ikrom Bo'ri polvon. Qaysi? O'smalar, bo'ldi. Bor deganlar 100 dollar bilan bo'lishdiga. Bir tuya $100. Amin. $100 bir tuya. O'rtalar mana sizlar. Ziyobat Latif. Keyin ekonomimizning direktivi bo'ladi. Benim jazib bo'ldi, ikkita jelak. Bobosh polvon bilan Jasur polvon. O'rtalarning o'yinida Bobosh polvon. Denovdan. Sho'rchidan Jasur polvon. Jamshid. Ekonomiyada bitta tirik oti bor. Ustiga 100 dollar pullaydigan bor. Ketdi. Bobosh va Jasur. Rashid polvonning ikkinchi bahsi. Boya bitta g'alaba qildi. Mangol polvonni hamma taniydi. Ekolar 500 dollar pullaydi. Flot pullaydi. Hikmat va Mangol O'rol polvon. Ziyo polvon o'ng tomonda Sho'rchidan, chap tomonda Bandixonlik Latif polvon. El hurmatli qozongan polvon bu ikkalasi ham. Ikkalasining bitta tuyasi bor. Hayot qilib. Mazza qilsin bir muxlislar. To'ppa to'g'ri. Kelgan Alloh kuch qilib bersin. O'rtoqlar, mana Tojikistondan tashrif buyurgan Dadaxon polvon bilan Samijon, mana shunga qaralasin. Mana shunga qaraykan. Dadaxon polvon, Mangizlardan 50 dollar keldi bahoga. Polvon, Dadaxon. O'rtalar mana shu deponi Ortida Latif va Ziyo polvonlar.
Chef. Nice. Latif polvon Ziya polvonni bosdi. Ha. Tuyani o'zi qo'yilgan ekan, shohroq $100 yo'q ekan. Bir tuyani Latif polvon bol chiqadi. Qani boshida. Hadi. Latif polvon. Latif polvon. Keling, orangizda bo'lin kerak. Qashqadaryodan bugun polvonlar kelmagan. Kim qo'yildi? O'rtalar mana yonida bandixonalar bilan ziyofa g'alaba qozongandi. Qoriga Jasur polvon chiqyapti. Ekrasi ustiga bitta 5 yoshli oti bor. Xudoy nolaymi. Oti o'ziga ekrasiga bitta. Haka o'tirib turdilar endi. Endi nima qo'yilgan edi? 300 olsa 500 ekrasiga. Jasur chiqadigan bo'ldi Latifga. Chiqib borishadigan odam bo'lsa, yana shuncha narsa qo'shiladi. Zohid polvonlar o'zimizda Zohid polvon. Kimki yuragi bo'lsa kelsin mana, yo'qmi kelsin. Zohid polvon olishadigan bo'lsa kelsin kimda yuragi bo'lsa. Chiqib olishgan bo'lsa, bor kamidan yana ustiga kimi qo'shadi. Yana shuncha qo'shilib ketadi, chiqib olishgan polvon bo'lsa. Mana yaradan Zohid kamsan men tasdiqlayapti, to'ynomizdan ham chiqib olishgan polvonsa yana qo'shilib ketadi. Aynan Zohid polvon aylanib qamatayveradi. Zohid polvon aylandi mana. Bor $100 puli bor. Shularga beramiz. Bir qarsak chalingan shu kamga bir duo qilinglar. O'zbekiston chempionati nasib oltin medal olib, Surxondaryoni reytingini ko'tarsin mana shu yigitimiz. Bir ot $100 ga zotingni olasan bugun. O'tirib aylan. Mana Latif polvon endi bugun. Mana Latif polvon siyagiz. Olib ket. Mana sizlar hozir bu yaxshi qilib Jamshid. Bersin. Telefon Alloh bersin. Aytdim. Jasur va Latif polvonlar. Hoppa! Mana g'alaba. Gap yo'q, Rashid polvon. Qo'midiyatda bir xalq bir duo beringlar shu bitan bir
ehtiyot bo'lyapti. O'rtoqlar, hammaga 5 xil surat. 5 xilda bossang bosdi, keyin berganiga rozi bo'lasizlar. Zohid polvonga agar talablar bo'lmasa, zotini beramiz. O'rtoqlar, Zohid polvonni tuyasi beramiz. Zohid polvonga qo'yilgan tuyasi Jamoli Shoruxni har doim yaxshi kunlarda uchrashaylik. Amin. Allohu akbar. Teginglarga Zohid rahmat. polvonda Mangol Hikmat Durang, Otabek Bo'ri Durang, Jasur va Dadaxon polvon Durang, Latif Jasur Durang, Bobosh polvon, Nuh polvon Durang. Barchaga sog'lik, omonlik, bizni kuzatishda davom eting.